Kechqurun muzlaydi, yaxmalak bo'ladi yo'l hozir. shunday. Shuning uchun hozir birinchi navbatda o'z aytganingizdek perikroskalar, ikkinchi tunneldan chiqadigan podyom joylarimiz 100% birinchi bo'lishi kerak. Keyin ketidan asosiy birinchi trassalar, ko'p yuradigan mashinalarni hammasini trassalarni olishimiz kerak bo'ladi. Magistrallarni M37, M39 ni olishimiz kerak bo'ladi. Avtoyo'l endi uxlamasin bu hech haqqi yo'q uxlashga. Kecha oson chiqavergan. Smena almashtirib berish kerak. 50 ta bormi bizada tozalaydigan, o'sha 50 ta tozalaydigan hozir hammasini ularga chiqaring. Asosiy bir qismini magistralga bering, bir qismini shaharning ichiga bering. Agar qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, tuzda muammomi, zaxirada muammomi, texnikada muammomi, hammasini aytinglar hozir bo'lsa. Zaxira yaratilgan. Biz yurdik. Hozir kim biladi, men boshqa ko'chaga borsam, hozir boshqa ko'cha ham shunaqa bo'lishi mumkin. Yo'q, qolgan. Hozir bu endi hammani ham masalan letni balon bilan yuribdi-da, hammani ham qurbi yetmaydi-da. Endi balonni almashtirishga, qishga almashtirishga-da, hammani ham imkoniyati yo'q-ku. Ular qanday qilib yursin bechora? Ayollar bor, ayollarimiz qanday bular professional emas. Davay ketdik, M37 ham ko'raylik. Yer tarafdan sразу afrosiyobga qo'ymaysizlar, afrosiyob podyom turibdi yerda, to'g'rimi? Shaharga kirish chiqish darvoza bo'lib turibdi o'sha. Hozir bu kechasiga yaxmalak bo'ladi. Hozir qanday qilsak endi yaxmalakni oldini olamiz hozir. Soat 4-5 dan keyin to'liq tuz sepib qo'yaman. Tuzni o'zini sepman. Mana shu tozamiz. Ha, shiltani chekkaga chiqaramandan tuzni o'zini sepib. Maksimal darajada podyomni joylar bilan perikroskada shilta qolmasin.